12-tur uchrashuvlarga start berilyapti va kunning dastlabki o'yiniga e'tibor qaratamiz. Qo'qon 1912 jamoasi Muborakning Mash'al klubini qabul qiladi. Qo'qon 1912 jamoasining tarkibi joylashuvi: Akramov, Salimov, Aliqulov, Ismoilov, Fayziyev, Ochilov himoya to'rtligi. Mana shunday shior ostida baribir himoyachilarning o'rni juda ham muhim hisoblanadi. O'yin boshlandi. Mash'al boshlab beryapti. Dastlabki daqiqani kuzatib olamiz, keyin tarkiblarga e'tibor qaratamiz. Odatda dastlabki daqiqa hujumlar bilan, xavfli vaziyatlar bilan yodimizda qoladi va mana shunday holatni ko'ryapmiz. Birga bir vaziyat. Murtazoyev zarba, gol! 18-daqiqada Mash'al hisobda oldinga chiqib olyapti. Humoyun Murtazoyev. Gol muallifi tezkor gol. Mezbonlar orqa chiziqda himoyada hozir qo'pol xatoga yo'l qo'yishdi. E'tibor qarating, o'yindan tashqari holat yo'q. Himoyachidan kelyapti Iqbol Malikjonov. Baribir himoyachi, markaziy himoyachi emasligi pand berib qo'ymoqda. Assistni esa Muhammad Ali Aliqulov amalga oshirdi. Uning pasidan so'ng to'p jamoadoshi Humoyun Murtazoyevga borib tushmoqda. Humoyun shu tariqa qulay imkoniyatdan raqibning sovg'asidan mavsumdagi 4-golini urayapti. Ancha jiddiy to'qnashuvlar bo'layapti o'yinda. Hozir darvoza bo'sh qolgan, zarba! Qaytib ulgurdi. Beshimov, yo'q, Muhammad Anas Hasanov, variant kerak, yordam kerak. Hasanov jarima maydonida pas. Yana bir imkoniyat. Zarba! Noaniq. Jamoasida imkoniyatlar bo'lyapti. Maydon egalarida tezroq harakat qilish kerak. Jasur Xolto'rayev tezlashmoqda, aldada pas berdi. Beshimov o'ngga. Husanov va noaniq zarba. Yuqoridan jarima maydoniga pas, bosh bilan zarba. Islombek Baratov raqibni alday oladimi? Baratov markazga to'pni qoldirmoqda. Salifu, Muzaffarov, Ergash Ismoilovdan zarba. Xavfli chiqdi mana bu urinish. Birinchi bo'limdagi so'nggi vaziyat bo'lishi mumkin. Xo'sh, zarba bormi? Zarba bor. Kuchli emas. Bo'ldi qadrli do'stlar, G'ayrat Jo'rayev ilk taymni yakunlab bermoqda. Hozircha 0-1 Mash'al oldinda. G'ayrat Jo'rayev ruxsat berdi. Ikkinchi taymni maydon egalari boshlab bermoqda. Darhol oldingi chiziqqa pas qabul qildi. Saqlab turibdi. Kurash davom etadi. To'p chiziqni kesib o'tgani yo'q. O'yinda ortga pas. Ochilov ham hujumga yetib bordi. Zo'r pas, imkoniyat bor, zarba kerak. Zarba va gol! Mash'al ikkinchi golni urib ketmoqda. Muzaffarov. Hakamlar golni inobatga olishmadi. Taassurot uyg'otdi. Yo'q, ofsayd. Mana, e'tibor qarating. Hakamlar xato qilishdi. Qanot hakam. Bu gol, bu toza gol. Gol inobatga olinmoqda. Rasuljon Fozilov olis qanotda ishlayotgan linesman o'yindan tashqari holatni aniqlashda xatoga yo'l qo'ydi. Uning xatosini VAR to'g'riladi. Muzaffarov gol uryapti, barchasi qoida doirasida. E'tibor qarating. Hujum vakili ancha ortdan chiqib kelyapti. 2-0. Mash'al g'alaba tomon ancha jiddiy katta qadamni tashlamoqda. Ochilov, markaziy himoyachi Samandar Ochilov assist qayd etmoqda. Zo'r pasa, qarab jamoadosh ochilayotgan nuqtaga to'pni yetkazib berayapti. Yana Salifu to'pni chap qanotga yetkazib bermoqda. Murodov o'tib ketyapti. Murodov
zarba yo'llay olmadi. To'pni qaytardi. Hasanov, Akramov, Shahzod. Pas jarima maydoniga bosh bilan zarba va darvozabondan ajoyib sev. Hamrayev hozir mash'alni goldan qutqarib qolyapti. Jasur Xolto'rayev hisobni qisqartirishi mumkin edi. Aniq zarba edi bu, qadrli do'stlar. Akramovdan pas, Xolto'rayevdan zarba. Hasanov, Shahzod Akramov jarima maydoniga to'pni yetkazmoqda. Mezbonlarda Rustam Nortojiyev, Islombek ortdan jamoadoshi yetib kelmoqda. Salifu, Aliqulov, Baratov yuqoridan pas, bosh bilan zarba va 3-0. Humoyun Murtazoyev dublni rasmiylashtirmoqda. O'yin qanotdan ajoyib pas keldi. Humoyun esa mixladi. Bosh bilan aniq zarba. Murtazoyev Humoyunni olqishlayapti. Takroran ko'ring. Zo'r joy tanladi. Himoyachilardan o'tib ketdi. Aliqulov, Baratov va Murtazoyev mana shu ketma-ketlikda hujum davom etdi. Darvozabon qaytara olmaydigan qilib burchakka yo'lladi bosh bilan. Yaxshi ijro. Sof markaziy himoyachilarsiz harakat qilmoqda, bu ko'zga tashlanib qoldi. Bu xatolarga sabab bo'lmoqda. Yana bir hujum, zarba, 4-0. Islombek Baratov jamoasining 4-golga mualliflik qilyapti. Tezkor qarshi hujum, o'yin qanotdan kirib keldi, zarba yo'lladi va darvozabonni dog'da qoldirmoqda. Bu yog'iga ochiq eshiklar kuni Qo'qon shahrida, markaziy stadionda. O'yindan tashqari holat yo'q, sababi orqa chiziqda qolib ketgan futbolchi bor. Bu Qosimov. Assistni Nurjahon Muzaffarov amalga oshirdi. Buni ham qayd etib qo'yamiz. Bugun eng yaxshi bo'lish uchun da'vogarlar ko'payib bormoqda. Baratovda gol plus assist, Muzaffarovda gol plus assist. Mash'al safarda yirik hisobdagi g'alabani qo'lga kiritmoqda.